Josluq guruhininki bu qatim mesela çıqargan nimada hem şu Uygurlarning hem devlet adamlarınınki Türkiye'deki devlet xodimlarininki ma'lumotlardan boshqa yana qo'ymichilik harakatlar mesela kishilarga bankaları u bu narsa yani aldamchilik kimi bilan buni ham o'xshash vaqtda qilganlar normalda hamda o'tganda doktor Erkin Akramga so'radim hamda bu narsani. Siz o'xshash vaqtda bu texnik jihatdan ham buni qilishidagi sabab nima sizning ko'zingizda? Endi bu bizning bir qancha kishiningki necha yildan beri shu Turkiyada yashab kelayotganligini dedik. Endi uni Xitoy davlati albatta ularni mablag' bilan ta'minlaydi. Endi texnika yaxshi bir shaklda qilish uchun balkim bular ko'plab mablag'ga ehtiyoji bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bular iqtisodiy jihatdan jinoyat o'tkazib, shunaqa xalqning chuqurdagi pulni, bankistiki pulni o'g'irlaydigan ishlarni qilgan bo'lishi mumkin. Albatta bu bo'lgandan keyin qilib olay debchi, shundami? Endi fursat haqiqatan endi abaydidiq ku, masalan, ko'pincha banklar shu hozir SMS'ni ikkinchi bosqichda belgilash shaklida ishlatadi. Hozir shu SMS bexatar emas, o'tirdagi odam orqali hujum qilish ehtimolligi yuqori deganda qaralganligi uchun hozir masalan shu savdo sohasidagi sistemalarga kirish degandek narsalarda SMSni asosan qoldirib o'tdi hozir. Masalan, burun nimada telefon orqali, masalan telefon orqali bo'lgan bo'lsa, siz ismingiz bilan pasportingizni berib bo'lganda bir nomerdan telefon keldi, telefonni olsangiz, sizga oltxonlik sonni o'qib berdi, oldirmay. Shular shu sonni kirgizgandan keyin sistemaga kirasiz, yo bo'lmasa SMS keladi. Hozir endi shu telefondagi yumshoq detallar orqali shu bir nomerni paydo qilib, shu nomer orqali kiradigan sistema o'zgaryotdi. Lekin hozirmi oson bo'lish bo'lganligi uchun xalqlarga qulay bo'lganligi uchun, chunki hamma odamga Microsoft Authenticator yoki Google Auth degandek narsalarni qachilanglar desa, bir qism odamlarga bu texniklik jihatdan biroz murakkabchilikni paydo qilganligi uchun yana SMSlar qiladi. Qilgandan keyin ismingizni berdingiz, pasportingizni berdingiz, uni u antenna orqali ular tinglashyotdi. Ismingiz bilan pasportingizni oldi, qilgandan keyin siz kirib bo'lgandan keyin SMS amaliyotda bankadan kelish kerak sizga. Kelgandan keyin u SMS Belki bu aralıkta tinglashayotganlar u SMSni eliblan oldida olgan uchurlar bilan bankangizni sistemasiga kirib oldi. Uning keyin sizga SMS kelgan bo'lsa, siz u SMSni kirib ishlatib bankaning sistemasiga kirsangiz, bu SMS inovatsiz, banka kirolmaysiz dedi. Shularni bu banka kirgan olmaydi hozir deb siz diqqat qilmadingiz yoki bo'lmasa yana bir qatam SMS avat deb nima qilasiz. Aralıqda siz ikkinchi qatam SMS kelib qo'yish allaqachon ular bankaning ichiga kirib bo'lgan, kirib andan keyin sizning narsalarningizni olib ketgan bo'lishi mumkin. Bu buni nima deymiz? Phishing attack deb qo'ydi buni. Phishing attack degan vaqtda beliqning ustiga beliq tutgan vaqtda qamoqning ustiga bir narsa ilgandek amaliyotda bu phishing degan gapni beliq tutishlar bilan munosabati yo'q, ammo shunga yaqin keladigan bir so'z. Demak, cho'g'ini endi aldamchi xarakterli uchur avatib, shu uchur orqali odam aldashni bu shu mushkil xarakterli narsaga qartildi. Masalan, siz emaildan xuddi bir do'stingizni o'xshash yoki bo'lmasa siz ishlayotgan tashkilotning nomida yoki urug' tuqqanlaringizning nomida sizga bir narsa kelgandan keyin siz uning ishinib ochsiz, ochgandan keyin uning ichiga ushurmagan narsa sizning asvobingizga o'rilishib, uning keyin sizning ustingizda shpionlik nima qiladi. Shunga bu jihatda davomliq, masalan, bizim shu bexatarlik tarbiyalash parimiz idoradami, qilyaptida shunday narsalar to'g'riliq yamanjiq narsalar bor. Masalan, sizning tuqqaningizdan kelgan yoki do'stingizdan kelgan uchur, chuqum do'stingizdan kelgan bo'lishini tayin, agar shunday bir uchur kelib qolgan bo'lsa, gumoningiz bo'lsa, darhol telefoningizni qo'lingizga olib, og'ayningizga, tuqqanlaringizga telefon qiling, "Sen hozir menga bir email avatdingmi? Yoki menga bir uchur avatding, bir narsa avatib ekansa, nima degandan keyin, men senga bir narsa avatmadim-ku degandan keyin, demak u odamdan kelmagan uchur bo'ldi. Demak, bu o'sha odam aldash xarakterdagi uchurlar hisoblanadi. Dabay degandagi o'xshash, bu sizningki telefondagi qilayotgan uchurlaringizni kontrol qilgan odam sizga xohlagan narsaning, xohlagan odamning nomida xohlagan narsani avatalaydi degan gap bo'ladi. Xo'sh. Shu orqali qo'g'onchilik harakatlari yuz berdi, pul bo'lash harakatlari yuz berdi degandek narsalar shundan kelib chiqadi. Haqiqatan diqqat qiladigan masalalar kun sari chiqyapti haqiqatan. Endi bu IMSI
Bu tutquchni masalan qanday bayqaymiz normalda? Normal bir kishi qanday bayqaydi masalan? Uningki shuning Endi qamoqqa abayda ilinganligi. endi hozir masalan telefoningizda 5-beshinchi avlod tor bo'lmagandimi, 4-chi avlod ish bo'lmasa 3-chi avlodninki torlar bilan nima qilamiz? Qanchalik avlod nimasi tuvallagan sari telefonning sur'atimi ostilaydi, uning keyindan aloqam ravon bo'lmaydi. Demak, agar bu 2G orqali hozirgi 2G amaliyotda ko'pincha davlatlarda 2Gni asosan qoldiryapti, ammo koni telefon bo'lib yoki shunday tuvan nimadagi tor nima ishlatgan bo'lsangiz, davomli qilqi osti internet bilan kunib qolgan bo'lsangiz, balki mis qilmasligingiz mumkin. Ammo normal bir ishlatib kelayotgan telefon tuyuqsizlanib ostilab ketib qolsa, demak bu yerda bir masala bor degan gap. Yoki bo'lmasa telefoningizning batareyasini aytishdik tugab ketadi, yoki bo'lmasa telefoningiz qizib ketadi, ishlatmasangiz telefon qizib ketadigan bir ishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning keyindan yana bir narsa bor. Sizda Turkcellning telefoni bo'lgan bo'lsa, to'psida Turkcell deb yozib, uning keyinda yanada LTE 3G degan narsa chiqdi. Endi hozir tuyuqsiz telefoningizning ustiga boshqa bir narsa chiqib qoldi. Tonimaydigan bir xat chiqib qoldi. Yoki bo'lmasa sizning telefon shirkatingiz bilan munosabati yo'q bir shirkatning ismi chiqib qoldi. Yoki bo'lmasa yerda chiqayotgan yerda 3Gning o'rniga deb chiqib qolgan bo'lsa, bu ikkinchi avlod torninki nimasi deb chiqadi. harfi. o'xshash harfi bilan. Masalan, shunday bir ishlar yuz bergan vaqtida, demak, men telefonimda mushunday bir ishlar yuz berayotgan o'xshaydi deb gumon qilsangiz bo'ladi. U bir. Ikkinchisiga bu ba'zi vaqtida siz telefon qildingiz yoki bo'lmasa birlar bilan yoki bo'lmasa siz bir yerga uchur yo'llagan vaqtida sizga chuqur bir qisqa uchur kelish kerakdi. U qisqa uchur ya kelmasa yoki bo'lmasa siz uchurni yo'llab qo'yib 5 minutdan keyin yoki 3 minutdan keyin bu qisqa uchur sizga kelsa, demak oraliqda bir tutib qilib, uni ishlatib bo'lgandan keyin sizga yo'llab berdi degandek bir narsa bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa siz telefon qildingiz, telefon qilgan vaqtida g'aj-g'aj ovoz chiqyotdi. Yoki bo'lmasa bir taraq-turuq bir narsalar bor, so'zlash ravon emas. Yoki bo'lmasa aks sado bor, yoki bo'lmasa bir kechikish bor degandek bir narsalar bo'lgandan keyin, umi oraliqda bir odam bir oraliqdagi bir antenna. Normaldagi hozirgi nimada zamonaviy antennalarda unda qilib signal kechikish bo'lmaydi. Demak, oraliqda bir odam nima qilib qolgan bo'lsa, balkim signal kechikishi bo'lishi mumkin. Telefon ravon emas degan gap nusxasi tuvallab ketdi degan narsani bildirdi. Shunday bir narsa bor. Uning keyindan telefonlarda shu ISMI signal tutquchni sezadigan yumshoq detallar bor. Masalan, Android telefonda shunga o'xshash narsani izlagan vaqtida, masalan, shu App Store bir narsalarni izlagan vaqtida, shunga munosabatlik appninki nimasini izlasa topqili bo'ladi. Mush ISMI catcher deydi buni. Shunga o'xshash ISMI catcher detector degandek bir applar bo'lishi mumkin. Yoki Stringay deb shirkatning ismi bilan munosabatli narsalar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash applardan bir qanchasi bor. Android telefonlarga ko'proq nima qiladi? Chunki Android telefonlar bakrak hujumga uchrayotgan bo'lganligi uchun yaqindan beri mushtaq narsalarni qachlab ishlatgan vaqtida uning keyindan darhol signal beradi. Hozir sen shunday bir narsaning qurboni bo'lish ehtimolligi bor degandek. Shu telefonninki nimasiga shu nima bilan mulozimatlarni ta'minlaydigan, app mulozimat bilan ta'minlaydigan yerlarni izlab boqsa bo'ladi. Ondan keyin abay degandagidek bo'lsa mumkin bo'lsa davomli telefonninki Android masalan nusxalda to'varak bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa iOS Apple alma telefonniki nusxalar to'varak bo'lgan bo'lsa, imkon qadar uni yangi nusxasiga o'tkazib turish kerak. Unda bo'lganda yilqi yuchuq azlab mangadi.